Хотелось бы сказать очень много нелицеприятных слов, но ничего не буду говорить. Просто посмотрите сами и напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Bir yashar bolani tabriklashyapti tug'ilgan kuni bilan. Bir yashar bolani tabriklab oladi. U bola o'zini o'zi tanimaydi-yu hali. Bu rus yigiti qarang, kostyumga olib, qattiq sovuqda ham moroji bir shog'ga borib, qarsillatib moroji yeyapti işte. O'zi 40 grad sovuq, yana moroji yeyapti işte. Bizga tepaga o'zi 5-6 kishi qoldi-ku, Sopta akami olding, Hojiboyev olding, endi Mirzabek dedi. Ashulachilik ketsin, hadi biz ketaveramiz. Ya o'zingga kelgan gapni gapirma. Onangni ham hurmat qil. Onangni hammas ham samaraqam. Shu desizmi? Menga bitta mushuk bor. Mushuk emas, ko't deng. Bu chichiq hidi ham kelib qoldi, yurib turasizmi ko'tingizni? Ishlayapsizlarmi? Ha, $100. Ishlamimiz nima qilish kerak? G'ish qo'yish kerak. Bo'lmasa 1-2 soat tinmay g'ish quygan bo'lardim. Men qo'yaman. Nech puldan qo'yasiz? Beraverasiz. Okaga rapata qutaqa usulni ber. Zo'r, gap yo'q.